eng ko'p navbat nevropatologda bo'lib ham bolalar nevrologiyasida juda ham ashaddiy ko'p. Nimaga? Bugun nimaga insonlar nevropatologga ko'p boryapti? Bir paytlar nevropatologga borgan odamni bu psixmi, bu jinni bo'lib qoldimi? Nima nevropatologga bor? Nevropatologlar o'zi aytayapti menga. Bundan 10 yil, 15 yil avval biz ishga borib faqat shu ruchkada bu narsa yozib qaytib kelardik deyapti. Boshqa doktorlar bilan gaplashib. Hozir eng ko'p navbat nevropatologda bo'lib ham bolalar nevrologiyasida juda ham ashaddiy ko'p. Nimaga? Ota-ona bolaga mehr bermayapti. Oqibatda bola keyin depressiya bo'ladi, autizm bo'ladi. Avval ham gaplashganmiz siz bilan. Bolasini tashlab chet elga ketayotgan odamlar safidan chiqarib qo'yish kerak. Zolimlar qatoriga qo'shish kerak. tirikchilik Allohdan kim mehnat qilsa bermaydi. hammaga Chumoliga berayotgan, qushga berayotgan, itga, eshakka berayotgan rizqni nahotki bizga bermaydi. Shartmi shuning uchun bir 3000, 5000 kilometrga borish. Mayli u yoqdagidan ko'ra sal kamroq toparsiz. Lekin Inoyatul aka, bu jiddiy masala. Men shu ko'rib yig'layman. Bitta tanishimni bolasi autizm bo'lib qoldi. Nimaga? Ota-onasi 5 yil, 1,5 yoshligida shunday tashab ketyapti. Pul ham yo'q, uy ham yo'q, hech narsa yo'q. Bolani davolatish uchun endi qarz olyapti. Deport bo'lib kelgan.